Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsda biz Xitoydan mahsulot buyurtma berishni o'rganamiz. Mahsulotni topish, ro'yxatdan o'tish, kargo orqali O'zbekistonga yetkazish va to'lov usullarini bosqichma-bosqich o'rganamiz. Kargo nima va nima uchun kerak? Xitoy ilovalari to'g'ridan-to'g'ri yuklarni O'zbekistonga jo'natmaydi. Shu sababli bizga kargo xizmati kerak bo'ladi. Kargo bu chet eldan buyurtma qilingan mahsulotlarni O'zbekistonga yetkazuvchi logistika xizmatidir. Masalan, siz Xitoy ilovalaridan buyurtma berdingiz va ularni yetkazishda esa sizga iPost Cargo yordamga keladi. iPost Cargo yuklarni 12-15 kun ichida ishonchli va sifatli yetkazib beradi. iPost Cargo bizga Xitoy ombor manzilini beradi, buyurtmalarni qabul qiladi, bojxonadan rasmiylashtiriladi va O'zbekistonga sifatli yetkazib beradi. Ya'ni mahsulot sizga yetib kelguncha iPost Cargo sizni qo'llab-quvvatlaydi. Kargo masalasini tushunib oldik, endi esa Xitoy ilovalari bilan tanishib chiqamiz. Bizda birinchi ilova bu Pinduoduo ilovasi. Pinduoduoda narxlari va chegirmalari arzonligi uchun eng mashhur ilovalardan biri hisoblanadi. Bizda keyingi ilova bu Taobao ilovasi. Taobao ilovasida chakana xarid bo'ladi. Ya'ni siz u yerdan uy rozg'or buyumlari va mebel texnikalarini ham topishingiz mumkin. Bizda keyingi ilova bu 1688 ilovasi. 1688 ilovasi ulgurji savdo uchun mo'ljallangan. Ya'ni siz ko'p miqdorda mahsulotni arzon xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bu ilova aynan siz uchun. Bizda keyingi ilova bu WeChat ilovasi. WeChat ilovasida siz sotuvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanib va to'lov jarayonlarida ham foydalansangiz bo'ladi. Ilovalar bilan tanishib oldik. Keling endi narxlari va o'zining chegirmalari bilan mashhur bo'lgan Pinduoduo ilovasidan ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Pinduoduo ilovasidan ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Uning uchun avvalo Pinduoduo ilovasini yuklab olishimiz zarur. iPhone telefon tutadiganlar App Store'ga kirib, to'g'ridan-to'g'ri ilovani yuklab olishingiz mumkin. Lekin Android telefon tutadiganlar Play Marketda bu ilova chiqmaydi. Shu sababli sizga kanalda shunaqa APK faylini tashlab qo'yamiz, ustiga bosib yuklab olishingiz mumkin. Yuklab olingandan so'ng ustiga bosasiz, mana xuddi shu joyiga bosib programmani telefonimizga ustanovka qilishimiz kerak. Bitta narsaga ahamiyat bering. Ro'yxatdan o'tishdan oldin albatta VPN ni yoqib qo'ying. Sababi VPN yoqmasdan turib ro'yxatdan o'ta olmaysiz. Android telefon tutadiganlar albatta avvalo Play защитani o'chirib qo'yasiz. Demak, Play Marketga kirib, Play himoyani o'chirib qo'yasiz, so'ng ilovani o'rnatasiz telefoningizga. Agarda Play himoyani o'chirmasdan turib ilovani o'rnatsangiz, o'rnatilmaydi. Play Marketda bu ilova yo'q bo'lganligi sababli avtomatik ravishda telefoningiz bu ilovani o'chirib tashlaydi. Yoki ma'lum bir muddatdan so'ng telefoningizdan bu ilova o'chib ketadi. Shu sababli avvalo Play himoyani o'chirib qo'yasiz, so'ng ilovani o'rnatasiz. Hozir uстановить tugmasini bosamiz. Men undan oldin Play himoyani o'chirib qo'yganman. Uni alohida videosini Play himoyani qanaqa qilib o'chirishni video darsligini shu darslik tagidan tashlab qo'yamiz. Hozir uстановitni bosamiz va открыть ochish tugmasini bosamiz. Разрешить beramiz. Endi agarda sizda undan oldin WeChatda ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, mana shu knopkani bosib WeChat orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin Pinduoduo ilovasiga. Lekin oson yo'li mana shu ko'k yozuvlarni ustiga bosib, ko'k hierogliflarni ustiga bosasiz va telefon nomer orqali ro'yxatdan o'tamiz. Xuddi shunaqa sizda ochilsa, ya'ni telefon nomer kodi yoziladigan joy va o'zingiz raqamingiz kodi bilan yoziladigan joylar ochilsa, bu to'g'ri ochilgan bo'ladi. E'tibor bering, ba'zilarda xuddi shunaqa ochilishi mumkin. Bu yerda siz telefon nomeringizni kirita olmaysiz. Shu sababli mana bu strelkani bosib orqaga qaytib chiqib ketasiz va Pinduoduo'ni bosh menyusiga qaytib qoladi. Bosh menyuda xohlagan bitta tovaringizni ichiga kirganingizdan so'ng mana shunday oyna ochiladi. Mana shunday oyna ochilsa, siz bu yerdan mamlakat kodini tanlagan holda telefon raqamingizni kiritib ro'yxatdan o'ta olasiz. Lekin mana bunday ko'rsatib bergan holatimdaqa holat chiqsa, mana shunaqa holat chiqsa, siz bu yerdan telefon raqam kirita olmaysiz, ro'yxatdan o'ta olmaysiz. Shu sababli mana bu yerni bosgan holatda orqaga qaytib chiqib ketasiz va biror bir buyumni ichiga kirganingizda to'g'ri ochilish, mana shunaqa to'g'ri ochilish sizga ochiladi. Endi bu yerdan biz mamlakat kodini tanlashimiz kerak. Mana buni bosgan holda siz O'zbekistonni tanlaysiz bu yerdan. Sizga tushirasiz va W harfini topasiz. W harfida O'zbekiston kodi turadi. Mana. Shuni ustiga bosasiz. Mana 99 mamlakat kodi yozildi. Endi o'zimizni telefon raqamimizni
kodi bilan birga kiritamiz. Ayrim telefon raqamlariga SMS kod kelmaydi. Shu sababli SMS kod kelishi uchun bir necha usullarni sinab ko'ring. Ya'ni, birinchisi, agarda siz Wi-Fi ishlatayotgan bo'lsangiz, Wi-Fi'ni o'chirib, mobilniy danniyni yoqib ko'ring yoki aksincha, mobilniy danniydan foydalanayotgan bo'lsangiz, uni o'chirib, Wi-Fi'ni ishlatib, SMS kod kelishini kutib ko'ring. Yoki kunning bir necha vaqtlarida bir necha marotaba telefon raqamlaringizni xuddi shunaqa yozgan holda kiritib, SMS kod jo'natish qizil knopkasini bosib ko'ring. Shunda ham raqamingizga SMS kod kelmasa, unda boshqa kodli kompaniya nomerlaridan foydalanib ko'ring. Beeline nomerlarini tavsiya qilaman. O'zingizniki bo'lishi shart emas, biror bir yaqiningizning telefon nomeri orqali ham ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Beeline nomerlariga juda ham tez SMS kod keladi. Hozir meniki Uzmobile kodi ko'ryapsiz va qizil knopkani bosib ro'yxatdan o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Va sizda ham xuddi shunaqa qora yozuv chiqsa, mana e'tibor bering. Bu qora yozuvlarni tarjima qilib ko'rganingizda sizdan iltimos to'g'ri telefon raqam kiriting degan yozuv chiqaveradi. Shu sababli biz hammasini to'g'ri kirityapmiz. Ya'ni mamlakat kodini ham to'g'ri kiritdik, telefon raqamini ham to'g'ri kiritdik. Bu yerda xatolik yo'q. Faqatgina bizning telefon raqamimizni Pinduoduo qabul qilmayotgan bo'lishi mumkin. Boshqa kodli telefon raqamlardan foydalanamiz. Beeline nomer yozib oldim va SMS kod jo'natish knopkasini bosdim. Mana SMS kod keldi 337 270 337 270. Sizga ham agarda bitta raqamdan SMS kod kelmasa, boshqa raqamli, boshqa kodli kompaniya nomerlaridan foydalangan holda ro'yxatdan osongina o'tib olsangiz bo'ladi. Mana Pinduoduo bizga ochildi. Ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tdik. Pinduoduo ilovasidan ro'yxatdan o'tib oldik. Endi esa iPost Cargo bilan ishlash uchun uning rasmiy botidan ham ro'yxatdan o'tamiz. Botga kirib, start tugmasini bosamiz va menyudan kerakli tilni o'zbek, rus yoki ingliz tillaridan birini tanlaymiz. So'ng tizimga kirish tugmasini bosamiz. Raqamimizni hech qanday plyus belgisiz kiritamiz. SMS orqali kelgan kodni ham kiritamiz. Shu bilan biz ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tamiz. Ichida trek raqami bo'limiga buyurtma bergan tovarimizning trek raqamini kiritamiz. Agar Xitoy manzili tugmasini bossak, bot bizga Xitoydagi shaxsiy manzilimizni taqdim etadi. Mening buyurtmalarim bo'limida esa buyurtmalarimizning qayerdaligini, omborga yetib borganmi, yo'qmi, to'lov qilinganmi yoki qilinmaganligini ko'rish mumkin. Yetkazib berish manzili orqali yukimiz qayerga yo'l olayotganini ko'ramiz. Kerak bo'lsa manzilni o'zgartirish ham mumkin. Call center bo'limida o'zimizga kerakli savollarga javob topamiz. Yana savollar bo'lsa, quyidagi ko'rsatilgan akkauntlarga murojaat qilishimiz mumkin. Fikr va mulohazalar tugmasi orqali esa o'z fikr va takliflarimizni yozib qoldirishimiz mumkin. Va nihoyat profil bo'limida shaxsiy ma'lumotlarimizni va kirish kodimizni ko'rish imkoniyati mavjud. Botimizdan ham ro'yxatdan o'tib oldik. Endi esa yuklarimiz to'g'ri va o'z vaqtida yetib kelishi uchun Xitoy ombor manzilini olamiz va Pinduoduo ilovasiga joylashtiramiz. Xitoy ilovalariga Xitoydagi manzilimizni kiritish uchun avval botga kirib, mana bu menyu bo'limini bosasiz. Mana bosganingizda Xitoy manzilimiz degan knopkasi bor, botni shuni ustiga bosasiz. Shunda bot sizga Xitoydagi manzilimizni beradi. ID kodingiz bilan birgalikda ustiga bosib, bitta bosib nusxalab olasiz. Bosib tursangiz, nusxalash ochiladi. Mana tepadagi knopkani bosib nusxalab oldik. Endi VPN ni yoqqan holda avval VPN ni yoqib olasiz, keyin ilovaga kirasiz. Bo'lmasa ilova sizda ochilmaydi va lokatsiya belgisi ham chiqmaydi. Profil bo'limiga o'tib olasiz. Mana chekkadagi profil bo'limiga o'tib olasiz. Mana lokatsiya belgisi turibdi. Telefon nomeringiz tagida lokatsiya belgisi turadi, kichkinagina bo'lib. O'shani ustiga bosasiz. Endi sizda undan oldin boshqa kargo adreslari bilan ishlagan bo'lsangiz, o'shalar ro'yxati turadi. Mana bu yerda tagida Xitoycha adres kiritish deb yozilgan irogliflarni ustiga bosasiz. Mana bu ruschani ustiga bosmang. O'zbekcha adres kiritmaysiz. O'zbekistondagi adresingizni kiritmaysiz. Mana xuddi shu joyni ustiga bosib, Xitoydagi ombor manzilimizni kiritishingiz kerak. Endi sizdan programma avtomatik ravishda qo'yib beringmi deb so'raydi, shunaqa. Mana bu qizil yozuvni bosasiz va yana qizil yozuvni bosamiz knopkani. Bosganimizda bizdan birinchi qatorda to'ldirishni so'rayapti. Birinchi qator uchun to'ldirish uchun avval mana bu botga kirib, mana xuddi shu 077 dan boshlangan joyini nusxalab olasiz siz ham. Kopirovka qilib olamiz va birinchi qatorga shu joyini bosib tursangiz, stavit degan knopka ochiladi, shuni bosib nusxalab olgan
birinchi qatorni to'ldiramiz. Shundan so'ng, agarda sizda telefon nomeri tushmagan bo'lsa, telefon nomerini kiritasiz va mana bu yerda agarda siz avtomatik ravishda bu joyini qo'yib bermasa, mana bu joyni ochasizda, sanaymiz. 11-chi xitoycha hierogliflarni topishingiz kerak. Mana 1, 2 deb sanaysiz. Eng oxiridagi 11-chi hieroglifni belgiladim. Ikkinchi ustundan 7-chi hieroglifni belgilaysiz. Mana 7-chi hieroglif, shuni ustiga bosamiz. 3-chi ustundan ham 7-chi hieroglifni belgilaysiz. Mana hammasini qo'yib oldik. Sizda ham agar avtomatik qo'ymasa, xuddi shunaqa qilib har bir ustundan sanagan holatda qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Endi demak 9 ta hieroglifni qo'yib bo'ldik. Adresga kiramiz, bu yerdagi adresga. Mana 3 ta 9 ta hieroglifni qo'yib bo'ldik. Endi biz bu yog'ini nusxalab olishimiz kerak. Mana shu joydan mana shu joygacha bo'lgan joyini nusxalab olishimiz kerak. Ahamiyat bering, yaxshilab qarab turing. Ko'pchilik aynan shu joyda xato qiladi va ko'p savollar shu joydan keladi. Mana bu yerdan boshlab toki oxirigacha nusxalab olasiz. Kopirovka qilib nusxalandi. Endi kiramiz 4-qatorga shu nusxalab olgan hierogliflarimizni joylashtiramiz. Bo'ldi, hammasi to'g'ri tushdi. Siz ham xuddi shunaqa qilib joylashtirsangiz, to'g'ri joylashtirgan bo'lasiz va qizil knopkani bosib qo'yamiz. Mana endi adresimiz joylandi. Va ahamiyat bering, hozirda bizning adresimiz boshqa adresda asosiy manzil bo'lib turibdi. Biz bo'lsa aynan bizning adresimizga, Xitoydagi adresimizga iPost Cargo manziliga zakaz olmoqchi bo'lsangiz, buni asosiy manzil qilib belgilab qo'yishingiz kerak. Buni ichidagi galchka qo'yasiz va bu asosiy manzil bo'lib belgilanadi. Xuddi shunaqa qilib siz ham asosiy manzil qilib belgilab qo'ying. Shundagina siz urgan buyurtmalar bizning kargo manzilimizga kelib tushadi. Agarda siz kargo adresini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana shu o'zgartirish funksiyasidan foydalanasiz yoki nusxalamoqchi bo'lsangiz, mana shu joylardan foydalanib nusxalasangiz bo'ladi. Endi esa mahsulotni tanlash va buyurtma berishdagi asosiy nuqtalar bilan tanishib chiqamiz. Endi esa ilovaga kiramiz va qidiruv bo'limidan rasm orqali yoki mahsulot nomini yozib, o'zimizga kerakli bo'lgan mahsulotni qidiramiz. O'zimiz qidirgan mahsulotni topdik. Endi esa uning sharhlari, reytingi va buyurtmalar sonini ko'rib chiqamiz. Masalan, biz tanlagan mahsulotda 5230 ta izoh yozib qoldirilgan. Bu degani, ya'ni ishonchli magazinligini bildiradi. Bundan bemalol mahsulot xarid qilishimiz mumkin. Ilovaning aynan mana shu qismini bosib biz faqat rasmli izohlarni ko'rishimiz mumkin. Izohlarni ko'rdik, endi esa bularni tarjima qilib, to'g'ri kelsa buyurtma berishimiz mumkin. Bizda keyingisi bu reyting ilovaning aynan mana shu joyida bo'ladi. Masalan, bizda mana ko'rganingizdek 4,5 ta yulduz turibdi. Bu degani ishonchli magazin, ya'ni bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Agar yulduzlar soni 1 yoki 2 ta bo'lsa, bu ishonchsiz do'kon belgisi hisoblanadi. Mahsulot buyurtma berishda birinchi bo'lib biz buyurtmalar soniga ahamiyat berishimiz kerak. Buyurtmalar soni ilovaning aynan mana shu joyida bo'ladi. Biz tanlagan mahsulotda 6874 ta sotilgan. Bu degani, ya'ni ishonchli magazin yo'dan bemalol sotib olsak bo'ladi. Agar siz tanlagan mahsulotda 1000 tadan kam bo'lgan buyurtmalar soni bo'lsa, bu sifatsiz mahsulotligini bildiradi. Bizda keyingi bosqich bu to'lov bosqichi. To'lov bosqichlari ko'p, ya'ni Alipay, WeChat Pay va Visa karta orqali to'lov qilsak bo'ladi. Biz esa bu darsda Visa karta orqali to'lov qilishni o'rganamiz. Pintodo ilovasida Visa karta orqali to'lov qilishni va buyurtma qilishni o'rganamiz. Buning uchun korzinkaga sovilgan mahsulotingizni avval belgilab olamiz. Men boyagi kupondan foydalangan holda, demak, mahsulot xarid qilaman. E'tibor bering, 671 yuan edi. Mana belgilaganimdan keyin buni narxi mana pastda ko'rib turibsiz. 171 yuanga o'zgardi, ya'ni 5 yuanlik kupon olgandim. Kupon olish video darsligida sizga ko'rsatib berdim. Endi keyingi bosqichga o'tish uchun shu qizilni bosasiz. Tepada qaysi kargo adresiga zakaz olayotganimiz va nima orqali to'lov qilishimizni bu yerdan belgilashimiz kerak. Demak, men hozir Visa karta orqali to'lov qilaman. Sizga ko'rsatib beraman. Shuning uchun Visa kartani to'g'risiga galchka qo'yaman. Siz ham Visa karta orqali to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, Visa kartani to'g'risiga galchka qo'yasiz. Menda hozir Alipayda turibdi. Demak, buni Visa kartaga o'tkazdim, ko'rdingiz. Endi keyingi bosqichga o'tish uchun mana bu qizil knopkani bosasiz. Mana Visa kartamdan necha pul yuan yechib olishini ham ko'rsatib turibdi, 171 yuan. Keyingisini bosamiz. Buyurtma qilish knopkasini, qizil knopkasini bosdim va hozir bizdan Visa karta kiritishimizni so'raydi. Mana tarjimasiga e'tibor bering. Bu yerda bizdan Visa kartamizni belgilashimizni so'rayapti. Mana bu qizil knopkani bosgan holda Visa kartani qo'shishimiz kerak avval. Qaytamiz, Pintodo ilovasiga qaytib olamiz va Visa kartani qo'shishni bosamiz. Pintodo ilovasiga qaytib Visa karta qo'sh. Qizil knopkani ustiga bosasiz.
Endi bizdan viza kartamizni ustidagi 16 ta raqamdan iborat raqamlarni yozishimiz so'rayapti. Yoki bo'lmasa viza kartangizni mana bu fotoapparatchani ustiga bosib, ustini rasmga olsangiz, o'zi avtomatik ravishda ma'lumotlaringizni kiritib beradi. Viza karta o'zingizga bo'lishi shart emas. CVV kodini amal qilish muddatini bilsangiz bo'ldi. Zakaz ursangiz bo'ladi. Kartam ustidagi 16 ta raqamni yozib oldim va mana shu qizil yozuvni ustiga bosasiz siz ham. Bu yerdan bizdan so'rayapti, viza kartam ustidagi ism va familiyani lotincha kiritishimiz kerak. Shundan so'ng amal qilish muddatini, oy va yilini va CVV kodini kiritishimiz kerak. CVV kodini agarda sizda virtual viza karta bo'lsa, ilovadan qaysi bankdan olgan bo'lsangiz virtual viza kartani, o'sha bankning ilovasida karta rekvizitlari degan bo'limida bo'ladi. Agarda sizda qo'lingizda bo'lsa viza karta, unda orqa tomonini qarasangiz 3 xonali raqamdan iborat CVV kodi bo'ladi, o'shani yozasiz. Ism familiyani lotincha yozing. Viza kartani ustida qanaqa kiritilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozasiz. Mana oy va yilini shunaqa surib, mana bu ustun shaklidan topgan holda belgilaysiz va yuqoridagi o'ng tomondagi xitoycha hierogliflarning ustiga bossangiz saqlanib bo'ladi. Mana hamma ma'lumotlarni kiritib oldim va qizil knopkani bosamiz davom etish uchun. Endi bizdan viza kartamizga parol qo'yishimiz so'rayapti. Har doim viza kartadan to'lov qilganingizda ana shu parolni yozib buyurtma qilsangiz bo'ladi. Xohlagan parolingizni qo'ysangiz bo'ladi. 6 ta raqamdan iborat. Faqat tug'ilgan kuningiz, oy va yili ishtirok etmasligiga ahamiyat bering. Parolni yozdim, 6 ta raqamdan iborat parol yozdim. Shunaqa загрузка bo'lyapti va to'lov muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ko'rgan bo'lsangiz galочка chiqdi. Viza karta orqali xuddi shunaqa qilib to'lov qilasiz. Mana tarjimasini ham ko'rsangiz bo'ladi. Buyurtmamiz muvaffaqiyatli tasdiqlandi va o'rtacha 22 soat ichida, demak, dostavkaga chiqariladi. Siz ham agar Alipay orqali to'lov qila olmasangiz, xuddi shu shaklda osongina viza karta orqali to'lov qilsangiz ham bo'ladi. Faqatgina viza kartada 3% o'zini uslugasi bor, Alipayda esa usluga yo'q. Buyurtma muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng sotuvchi tomonidan bizga trek raqam beriladi. Shu trek raqamni olib iPostning rasmiy botiga kiritamiz. Ushbu qo'llanma orqali trek raqamni tizimga qanday kiritishni o'rganamiz. Trek raqam kiritish tugmasini bosing. Shunda sizga trek raqam kiritish uchun maxsus forma ochiladi. Trek raqamni nusxalash. Tovaringizni sotib olgan platformaga kiring. Ushbu platformada trek raqamni toping va nusxa oling. Telegram botga qayting va trek raqamni kerakli joyga joylashtiring. Bir nechta trek raqam bo'lsa, ularni birma-bir kiritish shart emas. Trek raqamlarni ketma-ket yozib, keyin jo'natish tugmasini bosing. Trek raqamni tovarni sotib olganingizdan keyin 24 soat ichida kiritishingiz yuklaringizni tezroq yetib kelishini kafolatlaydi. Trek raqamlar muvaffaqiyatli tizimga kiritiladi va yuklaringiz o'z vaqtida yetib keladi. Bu orqali biz mahsulotni Xitoy omboriga yetib kelganini va undan keyingi jarayonlarni kuzatib borishimiz mumkin. E'tibor bering, sotuvchi reytingni tekshirmaslik, Xitoy ombor manzilini noto'g'ri kiritish, taqiqlangan mahsulotlarni xarid qilish va trek raqamni 24 soat ichida botga kiritmaslik yuk kechikishi yoki umuman yetib kelmasligiga sabab bo'ladi. Xullas, siz barcha bosqichlarni to'g'ri bajarsangiz, Xitoydan O'zbekistonga mahsulot buyurtma qilish qiyin emas. iPost Cargo xizmati esa bu jarayonda sizga katta yordam beradi. Agar siz ham iPost Cargo botidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, pastdagi link orqali ro'yxatdan o'ting va Xitoydan mahsulot buyurtma berishni boshlang.